shu razvorot belgisi chorrahalarga nimaga o'rnatib qo'yilyapti? Men hayron qolaman. Chorrahaga kelganinglarda mana shunaqa razvorot belgisi o'rnatib qo'yilyapti. Bu belgi razvorot qilishga ruxsat beradi, lekin chapga qayrilishga bu belgi taqiqlaydi. Qoidada shunaqa, chapga taqiqlaydi. Xullas, shu olgan videolarni juda ham ko'pchilik tashladi. Munosabat bildirmoqchiman. Bu axborot ko'rsatkich belgisi, 5-11-1 belgisi. Qayrilib olish joyini ko'rsatadi, lekin burilishga taqiqli deb yozib qo'ygan. Qayrilish bu orqaga qaytib ketish. Burilish mana, ko'chaga burilish hisoblanyapti, bilib olinglar. Shuni taqiqlayapti burilishni. Keyin mutasaddi tashkilotlarga bir narsa iltimos qilib qolaman. Shu belgi o'rnatayotgan paytda shu o'zi kerakmi yoki kerak emasmi? Shuni qo'ysa nima bo'larkan deb azmi o'ylab qarab, kerak bo'lsa maslahatlashib o'rnatinglar. Men hozir o'quvchilarga tushuntiraman buni. Bu baribir hamma mensizniki belgidan bo'lib ketaveradi. Men o'zimga shu chiqib ketaman deymanmi? Endi kelayotgan o'quvchilarga tushuncha hosil bo'ladi. Hammasini o'zining vazifasi bor, axborot bo'lgani bilan. To'g'ri, taqiqlovchi belgi yo'q bo'ldi, lekin buni vazifasi yozib qo'ygan. Shu narsani bilib olinglar. Boshqa viloyatlarda hamchi men tashashdi, mana shu chorrahalarda ko'p qo'yib tashashgan boshqa degan chorrahalarda. Lekin hech kim e'tibor bermaydi. Lekin o'rgatishayotgan paytda o'qituvchilar shu qoidasi bilan o'rgatishadi. Keyin o'quvchi haydovchi bo'lgandan keyin nima qilamiz endi? O'qituvchining gapiga kiramiz ham qoida bo'yicha, lekin ko'chada hamma mensimayotgan ekan, shu ishni qilib olamiz degan fikr paydo bo'lyapti-da. Iltimos shu narsaga e'tibor beringlar. Videolarimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yishingizdan chiqmasin.